Arendaga xonadon qidirib yurgan hamyurtlarimiz uchun Toshkent shahar markazida joylashgan Minor metroni orqa tarafida JK muhtasham, yangi remontdan chiqqan podключ texnika hamma narsasi bor xonadonimizni arendaga chiqyapti. Bu xonadonimizning master spalnisi, ichida o'zining sanuzellari mavjud. Kiraverish qismimizda kirganda to'g'rida shunaqa общий sanuzelimiz bor. Bu xonadonimizda hamma sharoitlar mavjud. Texnikalari faqat Hoffmandan ishlatilgan. Oshxona qismimizni ko'rishingiz mumkin. Ayollar bemalol ishlashiga sharoitlar bor. Bu yerda shunaqa panorama oynalarimizdan chiroyli vid ko'rinib turadi. Bundan tashqari eng chiroyli xonasini bitta ko'ringlar. Studiya formatda shunaqa sharoitlar qilib qo'yilgan. Mehmonlarga kelsa bemalol shu yerda o'tirib ovqatlansanglar bo'ladi. Undan tashqari oila davrasida shunaqa katta televizorlarda bemalol futbollarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu qismimizni xonadonimizning detskiy spalnisi, o'zining ichida dars qiladigan zonalari bor. Undan tashqari kravatlari, hamma texnika, hamma mebellari mavjud. Bu xonadonga faqat kelasizlar, kiyimlar bilan kiyimlarni joylashtirib yashashingiz mumkin bo'ladi. Agar sizlarga ushbu xonadonimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilib, narxlari bilan tanishishingiz mumkin.